Chet tillarini o'rganish oson ish emas. Albatta, bu og'ir va uzoq yo'l. Lekin o'rganilgan har bir yangi so'z, o'rganilgan har bir yangi ibora sizga katta marralar sari yo'l ochadi. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti xorijiy tillar fakulteti. Bu universitetning eng muhim bo'limlaridan biri bo'lib, talabalarga chet el tillarini zamonaviy, chuqur va samarali o'rganish imkoniyatini beradi. Xorijiy tillar fakulteti quyidagi kafedralarni o'z ichiga oladi. Xorijiy tillar kafedrasi, rus tili va adabiyoti kafedrasi hamda maktabgacha ta'lim kafedrasi. Fakultetda 2000 nafarga yaqin talaba tahsil olmoqda. Ularga oliy darajadagi professor o'qituvchilar zamonaviy interaktiv ta'lim dasturlari asosida tahsil berishmoqda. Fakultet xalqaro hamkorlikka katta e'tibor qaratadi. Talabalar chet el tillarini o'rganish, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish hamda chet elda tajriba almashish imkoniyatiga ega. Til o'rganish bu shunchaki bilim emas, balki hayotning o'zgarishi, katta imkoniyatlar sari eshikdir. Xo'sh, siz bu haqida qanday fikrdasiz?